Va nihoyat qizimizni multfilmlardan butunlay ajratdik. Qanday qilib desangiz, ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Bunaqa yosh paytda multfilmlar zararli, mani bolam hech qachon tomosha qilmaydi. Shunaqa gapiradigan onalardan biri men bo'lganman. Ammo o'zim sezmagan holda shaxsan men shu planshetga qizimni o'rgatib qo'ydim. Boshida faqat ovqat paytida tinch o'tirsin deb planshet berardim. Keyin esa bu odatga aylandi. Ovqatlanmasa ham, yurmasa ham faqat multik. Yaqinda 2 yosh bo'ladi, deyarli aniq so'z gapirgani ham yo'q. Bu muammoni hal qilmasak bo'lmasdi. Eski emas, asta-sekinlik bilan ajratishni boshladik. Avvaliga faqat ovqat paytida berdik, qolgan vaqtda esa yo'q. Multikni o'rniga yangi o'yinchoqlar uyga olib keldik va qizim bilan birgalikda o'ynashni boshladik. Har kun unga e'tibor berdim, yangi so'zlarni o'rganishga harakat qildik, gapirishga undadim. Gapirmasa ham faqatgina maqtadim. Ertasi kuni esa o'sha ovqat paytida multiklarni kamaytirishni boshladik. Planshet o'rniga uning sevimli taomlari va o'yinchog'ini qo'ydik. Shunda u o'zi yeyishga va o'yinchog'ini ham boqishga harakat qildi. Shu tariqa u planshetni so'ramadi, faqat ovqatlanish jarayoniga qiziqdi. Agarki bolangizga yaxshi yemaydigan taomni yedirishingiz kerak bo'lsa, yoniga shunchaki 1 stakan qatiq va qoshiq qo'ying. Bolalarning aksariyati qatiqni yaxshi ko'radi. Uni o'zi ichishga harakat qiladi. Shu paytda esa siz orada ovqatni yetib turishingiz mumkin. Bunaqa usulda bola chalg'iydi va yaxshiroq yeydi. Shunaqa harakatlar bilan 3-kuniga kelib, qizim hech qanday multik so'ramadi. Va mana o'sha 5 kundan beri multfilmlar ko'rmayapti. Natijada atrofdagi narsalarga qiziqishi juda oshdi. Injiqliklar kamaydi, yaxshi uxlayapti va eng yoqimlisi ishtahasi juda oshdi. Albatta onalarga bu oson emas, lekin 2-3 kunlik sabr va diqqat va sizning bolangiz ham sevimli o'yinlarga qaytadi. Bu video foydali bo'lsa like bosing va shu muammodan aziyat chekayotgan onalar bilan bo'lishing.